Aka ukalar mana shu qo'ylar xudo xolasa obunachiga sotildi. Yarmi 46 dan, yarmi 48 dan. 4 million 700 dan bir joyga bo'ldi mana. 4 million 700 dan. Hamid aka sotdilar mana. Hamid 500 quyug'i suyug'i shunda. Quyug'i suyug'i shunda 4 million 700 dan. Xudo barakasini bersin. Neymancha obunachilarga olindi mana. Bumbali, xudo xolasa jivovesi 60 kilo. 60 kilo. Qayta tushirdi. Qaytaradi maqasa. Bir şey diyor. Ya to'g'ri qilding. Quyug'i suyug'i 4 million 700 dan. Chira 5,5 millionlik ham, 4,5 millionlik ham bu. Yaxshi ama xudo xolasa. Az kilo. Akam olishdi. Sardorbek. Sardorning obunachilarga berdik. Yo'lida qilib. Bozordan 200 ming Qo'qonda arzon. Ishda ham yaxshi qo'chqor bor ekan, 8 million savdo qilishyapti. Junini chaqirib olib qo'yishibdi. Suyular yo'g'on. Bo'yi 90 plus kichik ekan. 8 millionga berilmayapti. Savdo bo'lib turgan joyda. Ammo yaxshi, zotga yaraydi. Zotga tushadi. Nimaga? Bo'yi baland, iligi yo'g'on, arqa oldi yaxshi, bo'yni, yelkasi yaxshi. Yaxshi qo'ygan, tavsiya qilaman. Zotga shunaqa qo'ya olish kerak. Iligi yo'g'on, beli katta, dumba, bo'yni yaxshi ekan. Qo'shadigan joyi yo'q. Bering endi. 84 ga berib yuboramiz. Shu berdi aka. Boshqasi tushmadi. Ovqat olyapman. 8 million. $1000 turist mingga sotdi. Beshara. Assalomu alaykum. Yo'q. 8 million 400 bering dedi, 8 million 200 beraman deyapti. O'rtasida 200 ga farq qilyapti. Ammo jivovesi shu yaxshi kelib qolsa 100 kilo bilan 95 kilo keladi. Yaxshi qo'y ekan. Nima bo'ldi oxiri? 8 million 200 bar ekan, ammo zo'r, sifati zo'r ama. Tishi ikkitishmikan, tishi ikkitamikan? Zotga oldingizda buni? Zotga shu. Qo'ringiz yoribdimi? Yo'q, endi ikkitish yordi, endi. Akalar mana shu yerda yaxshi qo'ylar bor ekan, Husan'da. Ko'ringlar, mana qo'ylar yoqdi. Bo'yi, sifat, ko'chat, navi yaxshi ekan. Hammaga narxida. Savdo qilyapsizmi? Nech pullar? 88 qilyapman. 4 million 400. Husan bir joyga yopishtiradi, oxirgi narxi nech pullar berasa, xalq ko'radi, faqat yopishtiradi u. Aynan endi birdan bo'lsa kerak. 5 million 100 dan. Savdo qilaveringlar, mayli. Bu tomoni, narx tomoni. 5 million 100 dan deyapti. 47dan, 46 dan bersa yaxshi, 5 dan sal tek. Qo'ylar yaxshi, 60 kilo atrofida. Zo'r kelsa 60, 61, 60 kilodan kilo oladi. 4 million 400 dan savdo bo'lyapti. 4 million 400 dan. Ha, bag'ana mana 5 milliondan kam bor deydi, 5 milliondan. Bag'i 48 dan ekan, bag'i 51 dan ekan. Bag'i zo'r ama. 51 dan qimmati, 46, 40 dan olsa zo'r ama. 4 million 700 dan yaxshi. Mana shu qo'ylarning egasi 5,5 milliondan beraman deyapti. Hozir bir joyga 5 milliondan bermadi. Hoji aka, bir joyga nech pulga berasiz obunachilarga? Bir joyga 20 tasmi? Ha, semiz qo'ylar olib kelibsiz ancha. Polvon, go'shtli qo'ylar olib kelibsiz. Bir joyga 5,5 ming beraman. Bitta savolga tushib berasizmi? 5,5 kam bormi? Mujjatchi balandmi? 5,5 dan deyapti, qo'ydi misol. Oxirida ikkitasimiz 60-65 kelsa, mana shu 70 kilo atrofida. Boshi 70 kilo plus yo'q, tushunmayapsiz, hoji. 81 kilo chiqdi. Boshida 65 dan 80 kilogacha deyapman-da, plus minusda. Ular 70 kilolik qo'chqorlar.
Shu quyug'i suyug'iga qo'ylar go'sht yo 40 kilo atrofida quyug'i suyug'iga. Ha, chiqashmi? Biz aytamiz, noto'g'ri tushunmaydi. Biz to'g'ri odamimizda o'sha hisobiga. Hojini mujjali shu 5,5 dan ekan, ammo polvon go'shtli qo'ylarmi? Hozir buni qo'ylarmi? Bolib hozir 5-6 million 400 dan bermadi, 6 million 400 dan. $6 million 400 dan qumorg'ilakiga bermadi, mujjali 6,5 milliondan shikili hozir. Short ekan, balasi qo'chqor sovuliq. Balasi sovuliq ekan. 6,5 million. Mana shundan hozir aytaman 3 millionga 3,5 million. 6,5 millionga baraka yo'q. Sovuliq bo'lsa yaxshi. Figurasi qo'chqorga o'xshaydi ama. 6,5 millionga baraka bo'pti. Yer. Mana shu qo'ylar hammasi savdo bo'lyapti, 4,5 milliondan. $4,5 milliondan savdo qilyapti. Aka deyapti 48 dan bering deyapti. Odilaka savdo qilishyapti. Bo'yi yaxshi ekan, bo'yi 85 cm. Jivo vesi ham 60 kilo kam kelmaydi. Yaxshi qo'ylar ekan. Tavsiya qilaman shunaqa qo'ydi. Oyoqlari yo'g'on ekan, arzon aytyapti. 4 million 800 dan olsa ham bo'laveradi. Hamma yog'i yaxshi. 4,5 milliondan savdo qilishyapti. Nechi puldan bo'ldi? 5 million 750 dan 4 ta semiz baraka bo'libdi mana. 43, 44, 45 kilodan go'sht yog'i bor, semiz, polvon yem deyotgan mana. Nechi kilo? 147 kilo. 73 ga 74. Yo'q, 76 ga 70. 76 70. Yo shunaqa 70 bilan 75 kilo o'rtasida qo'chqorlar. Benim olsa 80 kilodan ziyodga bo'ldi. 5 million 750 dan baraka bo'ldi, semiz qo'chqorlar. Baraka bo'lgan joyida. Aytib turasizmi hozir? Mana shu qo'ylar savdosi rosa qattiq bo'lyapti. Qo'ylar eng kichkinasi tiri vesi 80 kilo. 80 kilodan 87-88 kilogacha. Nechi puldan bilaylik? 64 danga bersa olmaza qilib. Chekkidan bo'lsa tavakkal. Men senga aytyapman. Quyug'i suyug'i 64 dan deyapti, oluvchi 62 dan deyapti. Semiz. Bular boqsa ham bo'laveradi, so'ysa ham bo'lar. Oldi 50 kilo keladi, pasti 43-44 kilo. Qumorg'ilarga savdo qilishyapti. Hozir bermay turibdi ama. Qassoblar. Qassobmi? Qassob ham qo'y boquvchi odam. Bermaydi, hali 64 ga ham bermayapti bu. Bo'l yaxshilar. To'xtat. Bo'la to'xtating, to'xtating, to'xtat. Hadda borligida. To'xtat. Ikkita qo'chqor sotilibdi. Nechi pul bo'ldi? 5600 dan bo'ldi. Meni oldi sotmadi. 5 million 600 dan baraka bo'libdi, orib cho'pon sotibdi. Shu go'sht yog'i 40 kilo atrofida go'sht yog'i. Kilo atrofida go'sht yog'i. Yaxshi qo'y, yaxshi qo'y. Bo'ldi 64 ga men aytyapman. Hop, Pul quvalish bor pul ekan. olasan da olasan. Qo'ying topma endi. Orinmasdan ber 64 ga bar bering. O'n bittasi ketyapti bu. 64 dan savdosi ham qattiq bo'ldi. Yo'q. 64 dan quyug'i suyug'i 12 tamikan? Sanaymiz. Bosh oldi 50 kilolik qo'chqorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 ekan. Baraka.
savdosi rosa qattiq bo'lyapti savdo. Var aka. İlahi 72'den zaten Arda. Shunaqa to'g'ri kelmayapti, savdosi rosa qattiq bo'lyapti. Olbek. Adaylardan ko'p qo'ya qoladi. Men aldı qal. 650 ming so'm, 500 ming so'm oladi. Akram aka. Arda, bo'lmasa bu yerga sotib Savdosi oxiri pishdi mana. Qattiq savdo bo'ldi o'zi 2 soat. Nish bilan berdingiz? Assalomu alaykum. 400 dan bo'ldi. 64. Hammasi. 6 million 400 dan sotildi. Oxiri beribdi, norozi bo'lib turadi. Buni katta 9 million 600 ga o'zimiz qo'raga bermayapti. So'ygani, boqamizmi, so'yamizmi? Shu jivoyis 120 kilo, ammo bitta qo'yda minus joyi bir 4 yilga, 5 yilga qo'yaman. Yosh kattami. Rasa bu zamon xalqiga xizmat qilgan qo'yaman. Kamida 3 yil 400 so'liq bilan yurgan. Ikkovi baraka bo'ldimi? 9 million 400 ga bermayapti kreditda. Husan bu sabab qo'ylar qimmat ekan, xolis. Sotmayapsan, sotolmayapsan ham bu hafta. Sotardi. Yo'li bilan sotardi. Ber. Aka nechta bo'l ekan? 9 yarim. 9 yarim, 4 million 700 yilda. Mo'nisi yapaloq ekan kashtani. Qaysi tomonga? 4 million. Mashinasi bu. Qaysi o'zaga borasiz? Qo'qonni botardi. Mana qo'ylar savdo bo'lyapti. To'ychaka zo'r qo'ylar olib keldi hozir Muhammad Yusufga. 5 milliondan bermayapti bir joy. O'ta baland, o'ta. Faqat bular yemlash kerak. Sifat, sort yaxshi, 5 dan bermayapti. To'ychaka mujjal 5 ham ekan. 75. Nechtasi? 7 Odilga arzon bo'pti. 4 million 675 ta. Ancha arzon bo'pti. 4 million 675 ta. 60 kilo. Past 55 kilo. 55 dan 60 kilogacha. Baraka bo'pti. Nechtasi baraka bo'ldi? 4 million 675 dan baraka bo'pti. 4 million 670, 4 million 700, 4 million 700 ya? 4 million bilan 4 million 675 ta. Mana yaxshi. 46 hamni. Bu o'zi arzon purishda o'zi, arzon purish sulton. Ular qancha bo'pti? 40 hamni. Menga ham bir qo'y sotsang, shunaqa qilib, Odil aka, naqada nima deysan? Sotamiz. Seni borku, boraver. 4 million 650 dan yaxshi. 25 dan keyin adashib ketdim. 4 million 670. Hamdan aka. Qanchaga beraman debsan? 13,5 bo'lsa hozir 34 yarim qildi. Hozir 3 million 125 dan berilmayapti. Ozgina qo'shing deyapti. 3 million 125 dan. 33 dan so'raysiz aka, bersangiz. Mo'ljali 33 dan ekan bular. Cho'da atrofida 3 million 125 dan bermayapti. O'shga banat olganmizda, biz ham to'g'ri tushuninglar. 3 million 125 dan berilmayapti. Realniy savdo. Ulan aka. Uchovi baraka bo'lib 11 million 300 ga. Zapchas bozorda shunday o'tasiz, gumaylik kirasiz. 11 million 300. Tabrakalar mahallasi. Shunlar kelib ketmasa bari 9 million 700 ming bo'ldi. Bitta bala, bitta egiz. Bitta ina bala, bitta egiz, hammasi qo'chqor. 19 million qancha dedingiz? 700. 19 million 700. Muhammad Alining qo'ylari sotilibdi. 3 ta ina, 3 ta bala. Xudo barakasini bersin. Aka, ha. Nech bilan bo'ldi? 13 aka. 13 ta Sardor aka. 5 tasi 13 million. Yolg'on gapirma ulg'aygan kunlarda. 2 million 600 dan bo'pti shunda. 2 million 600 dan. Shu 2,5 cho'yli qo'zilarmi? Akalar mana Bolbek cho'ponini qo'yda olib kelgan. Katta qo'y 5 yilga. O'zbekiston xalqiga, zomin xalqiga raza xizmat qilib, raza balo olgan bu qo'chqordan yemlab semirgan 8 ta. Yo, sal medalashga o'tib qoldi. Shu jivoy esa yaxshi kelib qoldi, shu 120 kilo ko'rganman. Endi Alloh biladi. Biz mo'ljal qilamiz xolos.
O'zimga 9 million 600 ga bermadi. 120 kilo ko'rdim men. Yosh kattalarga hisob yaxshi kerak. 120 kilo tortamiz. Akalar, sizlar ham bir liklar bosinglar, kommentariy yozinglar. Xudo biladi, kam ketadi. Hamma ishqiboz katta qo'chqorga shu xudo biladi. 120 baland 122 123 kilo. Kam ketadi endi Allohga xarish. Taxmin qilamiz. Sizlar ham kommentariyaga yozinglar. Odam ko'payyapti. 35 taga borib qoldi. Tarozi bilan qidirilyapti. Odam ko'payyapti borgan sari. Bolbe 9 million 600 ga kecha o'zimga bermagan 9 million 600 ga. Go'sht yog'ini 75 kilo ko'rdim. Keling, mana Mana yorib turinglar. Odam ko'payyapti. Odam 50 taga chiqdi odam. Tarozi bilan yo'q, qidirilmoqda. Tomosha hamma endi bekorchi mayli, sovuq. Gene 130 kilo oldu. 30 kilo kerak. Bir 130 kilo ketdi. Dahshat. Dahshat. 130 kilo oldu. Mana 130 ko'rgan. Hazır ektir oldu. 130 kilo. 9 million 600 ga bermadi. 130 kilo kelgandan keyin kilo vardı. 10 millionga bermayapti. 10 millionga chiqdi narx. 10 millionga. So'rasa yapıştır so'rama. Qo'y tortilgandan keyin do'qi ko'tarilib ketdi. Do'qi ham og'zi gapir, tomog'ida gapir. Muhim ko'tarilmaydi zaten. Kilodan keyin chehring ham ochildi-da. 10 million so'radi Muhammadjon qassob. Nishpil. 10 million ki. 10 million. Bermayapti, o'zimga ham bermayapti. Chehralar ochilib ketdi kilodan keyin, kilo boryapti. 10 millionga chiqdi narx. Olaymi hoji buni? Bittasiga menga pul bering. 5,5 million savdo qilishyapti. Siz pulga berasiz hoji? Buni 6 ga ham beraman. 6 ga ham bo'lmaydi. 6 dan beraman deydi. 6 ga ham bermayman deyishadi. 5 ham qilib turishadi. 6 ga ham bo'lmaydi, 45 kilo kam kelmaydi deyishyapti. Semiz deyishyapti. Berilmadi. Qaysini? 4 million 600 dan 6 ta bo'l, ha. Xudo barakasini bersin. Bo'ylar 85 santimetrdan 60 kilolik qo'chqorlar. Baraka bo'ldi. Yangi Qo'rg'onga bo'ldi. 4 million 600 oyoq qo'li yo'g'on. Faqat eti past, boqsa yaxshi bo'laveradi. Ikkinchiga endi almashtirib, ikkinchiga bitta yaxshi qo'y almashtirib ber, ikkinchiga. 4 million 600 dan baraka bo'ldi. To'rt million 600 dan baraka bo'ldi. Tanlab ajratdi, oyoq qiyshiq. 46 dan baraka bo'ldi. Yangi Qo'rg'onga. Qo'ylar yaxshi, 57, 58, 60 kilodan keladi. Boqilagan, xudo xolasa 3 oy boqqandan foydaga kiraveradi. Go'sht yog'iga 30-35 kilo puli bo'lish. 60 kilodan aylanaveradi quyog'i suyog'iga. 77-76 chiqadi. Bo'yi 85 dan mayli. Hammajon, xormon qildim kuyovniki. Qo'yda. U gapiryapti, eshitib turadi. 4 million 600 dan baraka bo'ldi. Aka, ukalar mana shu yerda yaxshi qo'y bor ekan, sizlarga ilindim. Xudo xolasa sifat, ko'chat yaxshi. Bo'yi 95 chiqadimi? 90 plus. 90 oshiqroq, 90. Shu bo'yi 94, 95 chiqadi. Sifat, ko'chat yaxshi. Vesi ham shu 90 kilo plus. 90 kilo chiqadi vesi ham. Bo'yi ham, vesi ham bir xil, bunaqasiga ham bir xil. Tushunishda buni? Ikkisiga chiqdi. Men zotga tavsiya qilaman. Oyoq qo'li yo'g'on, 14-15 oylik qo'y. Biroda bitta gapda xalq uchun oxirgi narxini aytib telefon qilishingizga Andijon, Namanganda sog'liq bo'lib tavsiya qilaman. Bo'yi 94 santimetr kam chiqmaydi. Ammo qo'y boqib turganlar shunaqasi qirq qilib tashlanglar. Mana shu qo'yga yaxshi ziyon. Uyda boqib turganlarga dalada emas, uyda boqib turganlar keragi yo'q shunda. Oxirgi narxini ayting.
Oxirgi narxiga 8,5 beradi. 8,5 ga berasiz. Jivo versa 95 kilo kam kelmaydi. Go'sht yog'iga 55 kilo kam kelmaydi. Telefoningiz kodi bilan ayting. 90 627 47 07. Telefon qilaverasizlar. Qo'chqorni arqi, oldi, sifat hamma yog'i yaxshi. Zot olsa ham bo'laveradi, go'shtga boqsa ham bo'laveradi, qassobxonaga so'ysa ham bo'laveradi. Hamma yo'nalish ko'radi odamlar. Sharoit bo'lsa, balo olsa kuzgacha o'sadi. Savdo qilgan yo'q hech kim. Ham semiz, 55-56 kilo yuki ham bor. Polvon qo'chqor. Faqat qo'chqorni junini vaqtli olib qo'yishibdi amma. Qo'yni junini eng vaqtli 20-aprel. Bo'lmasam o'zi 20-martdan keyin olish kerak. O'zi aprelda qo'y junini olish. Qo'ylar soqatyapti.